Ba'zan hayotdagi eng katta quvonch kutilmagan lahzada kirib keladi. Birgina omad esa nafaqat bir insonning, balki butun oilaning taqdiriga yorug'lik olib kirishi mumkin. Pepsi kompaniyasining 12 sonli o'yinchi aksiyasi ana shunday quvonchli onlardan biriga sabab bo'ldi. Qishloqda halol mehnat qilib kelayotgan oddiy yigit aksiya g'olibi bo'ldi va unga zamonaviy avtomobil tantanali ravishda topshirildi. Hozir shu haqda. Urgutlik Javohir Rustamov har kuni yer bilan talashadi. Mehnat ortidan rizq izlaydi. Negaki har yili tomorqadan olingan hosil oilaga daromad keltiradi. Javohir mana shu kichik ammo fayzli xonadonda ukasi va o'zining oilasi bilan birga yashaydi. Xonadondagi ahillik va birdamlik ularning eng katta boyligi. Bizlar shu qishloq sharoitida uydagilarimiz mana shu hovli uchastkamiz orqali daromad qilamiz. Kartoshka, piyoz, pomidor mahsulotlarni ekamizdan keyin o'zimizdan ortganini bozorlarga chiqaramiz. Halol mehnat bilan hayotda o'z o'rnini topayotgan Javohir yanada katta maqsadlar sari intilib yashardi. Taqdirning kutilmagan sovg'asi esa uni orzu qilgan kunlarga yaqinlashtirdi. Pepsi kompaniyasining 12-o'yinchi aksiyasi g'olibi bo'lgan Javohir Rustamov zamonaviy BYD avtomashinasi sohibiga aylandi. Ushbu avtomobilning kalitini tantanali ravishda topshiramiz. Bizlar Pepsi'ni olib kelgan paytda ustalar ishlayotdi. O ustalar ishlagandan keyin qopqoqlarni Telegram orqali tashlab qo'ydim Pepsi'ni 12-o'yinchi botiga. Keyin bir haftadan keyin yakshanba kuni telefon qoldi. Ba'zan hayot insonga kutilmagan pallada katta quvonch hadya etadi. Javohir Rustamov xonadoniga kirib kelgan omad ularning hayotiga yanada fayz va shodlik bag'ishladi. Pepsi aksiyasidagi g'alaba ular uchun nafaqat sovg'a, balki unutilmas baxtli voqeaga aylandi. Pepsi kompaniyasi ishonchli ekan, o'zim ham amin bo'ldim shunga. Qishloqdoshlarim moshin kelgancha ishonmadi, endi ishonib, hozir Pepsi'dan to'xtovsiz o'tkaryapti hammasi. Tavsiya beraman, ko'proq o'tkarsin va BYD'ni qolganlarini to'g'asin. Asosiysi ishonch. Bugun Sofiya qishlog'idagi ko'pchilik uchun bu quvonchli voqea Pepsi aksiyasiga bo'lgan ishonchni yanada oshirdi. Pepsi kompaniyasining 12-o'yinchi aksiyasi esa orzularni ro'yobga chiqarib, yana ko'plab insonlarga baxt ulashishda davom etmoqda. Ehtimol navbatdagi quvonchli hikoya qahramoni aynan siz bo'larsiz.